Yetarlicha nazariy qismlarni gaplashib bo'lganimizdan so'ng, endi amaliy ishlarga ham o'tsak bo'ladi. Bu yerda lesson 2 nomli papka ochib olganman va bu yerga biz Reactni Vite orqali o'rnatamiz. Bu yerdan terminal ochishimiz ham mumkin yoki bo'lmasam Ctrl backtick orqali ham yangi terminal ochishimiz mumkin. Va bu yerda men npm create Vite qilaman va enterni bosish orqali birinchi navbatda bizga loyihaning nomini so'raydi va loyiha nomiga men nuqta slash kiritamiz. Nuqta slash kiritganimizda u aynan lesson 2 nomini oladi. Enterni bosganimizda qaysi texnologiya ekanligini so'raydi. Men Reactni tanlayman va bu yerdan JavaScriptni tanlab, boshlang'ich papkalari va fayllarni olib kelib olaman. Endi bu yerdan biz npm install qilib, boshlang'ich aynan mana shu holat uchun Node modulesini olib kelamiz. Olib kelgandan so'ng, keling endi terminalni tozalab yuboraman. npm run dev orqali esa loyihani ishga tushiraman. Bizda 5173-portda ushbu loyihamiz ishga tushdi va uni brauzerda ochib oldim. Bu aynan odatiy holatdagi Vite hamda React birlashmasidan hosil bo'lgan Reactning boshlang'ich holatini mana shu ko'rinishda chiqarib beryapti. Okay, endi bizga kerak bo'ladigan ba'zi bir extensionlar bilan tanishib o'tsak. Birinchi navbatda biz import font. Bu extensionimizning vazifasi Google Fontsdagi ma'lum bir fontlarni osonlik bilan olib kelib beradi. Ya'ni siz bu yerga CSSda kuchukcha yozib Ubuntu deb yozadigan bo'lsangiz, misol uchun Ubuntuning boshlang'ich qismini, ya'ni CSSni olib kelib beradi va siz endi loyihangizda Ubuntu yoki mana Robotoni ishlatishingiz mumkin. Keyin bizda taglar bilan ishlovchi auto close, auto complete hamda auto rename taglar kerak bo'ladi. Bu aynan elementlarni, taglarni ochish va yopish holatlarida, ularni o'zgartirish holatlarida juda ham foydali. Keyingisi bu komponentlarni yasash uchun bizga kerak bo'ladigan ES7 React Redux snippet hisoblanadi. Buni o'rnatib olganingizdan so'ng aynan komponentlarni ochish juda ham tezlashadi va osonlashadi. Keyingisi Material Icon Theme, bu mana bu ko'rinishda chiqayotgan ikonlarni ta'minlab beradi. Bu yerda siz install nomli buttonga duch kelasiz. Agar sizda bo'lmasa, o'rnatib olganingizdan so'ng mana bu yerda set file icon theme chiqadi. Buni bosib, mana shu yerdagi Material Icon Theme'ni tanlab olasiz. Keyingi extension bizda Prettier. Prettier bizda kodlarimizni tartiblab beruvchi extension hisoblanadi. Bu yerda siz o'rnatilgan bo'lsa va agar siz uchun aytaylik app.js ga kiradigan bo'lsam, mana bu yerda biroz tartibsizlik hosil bo'ldi va saqlanmagan, unsaved. Agar Ctrl S qilib saqlaydigan bo'lsam, bizda mana uni tartiblab bermoqda. Aynan shu ko'rinishdagi tartiblashni amalga oshirish uchun bizga mana bu yerdagi Prettier Code Formatter kerak bo'ladi. Bu agar sizda ishlamaydigan, lekin o'rnatilgan bo'lsa, unda siz bu yerdan Settings ga o'tasiz va bu yerga Formatter deb yozasiz. Va default formatterda siz Prettier Code Formatterni agar ko'rmasangiz, unda buni bosib, bu yerdan aynan uni tanlab qo'yasiz. Va undan so'ng pastroqda Format on Save da mana bu galchkani yoqib qo'yasiz. Endi keyingi holat bizda Word Wrap deb nomlanadi. Aynan Word Wrap deb yozganimizda Editor Word Wrap also modifier elsewhere nomli mana shu bo'lim kelib chiqadi va bu yerda siz off turgan bo'lsa, buni on ga almashtirib qo'ying. Sizda birorta bir kod uzun bo'lib ketadigan bo'lsa, bu avtomatik ravishda siz uchun break, ya'ni sindirib, tushunarli qilib, o'qishga oson qilib beradi. Bu VS Code'dagi qisqacha settinglardan biri edi. Demak, Prettierni ham o'rnatgandan so'ng ishlatish uchun nima qilishni bilib oldik. Bu yaxshi bo'ldi. Endi bizda keyingi holat, agarda siz birorta bir element ochadigan bo'lsangiz, misol uchun H1 va enterni bosganingizda ushbu H1 ni avtomatik ravishda ochib bermayotgan bo'lsa, Reactda, ya'ni ushbu loyihada siz nima qilishingiz kerak? Buning uchun Settings ga o'tasiz. Mana bu yerdagi JSON holatga, ya'ni JSON nastroykaga o'tasiz va sizda mana bu narsa bo'lishi kerak. Ya'ni emit include languages JavaScript React. Agar mabodo sizda bo'lmasa va ushbu joyni topasiz, ko'pchilik mana bu yerga yozishni boshlaydi. Yo'q, ichkarida, ya'ni sizda aytaylik, mana bu narsa yo'q. Oxirgi qismdan boshlab virgul qo'yasiz.
eng oxirgi mana bu virguldan oldingi eng oxirgi kodni topib, unga virgul qo'yasiz va ikkitalik qo'shtirnoq ochasiz. Bu yerda emit, include languages, o'z enterni bosganingizda sizga to'ldirib beradi va bu yerda JavaScript joy tashab JavaScript React deb yozib qo'yasiz. Bo'ldi. Mana shu narsa sizga mana bu kabi JSX formatidagi holatlarda ham elementlarni yozish uchun imkoniyat beradi. Okay, buni gaplashib oldik. Yaxshi, endi biz bu yerda assetsni o'chirib yuboramiz. Bizga bu kerak emas. Bu yerdan app CSSni ham o'chirib yuboraman. Bu ham bizga kerak emas va biz index CSSni to'laqonli tozalaymiz. Delete va bu yerda Nunito Sans nomli bitta font olib kelamiz. Va tushunishga, o'qishga oson bo'lishi uchun bu yerga boshlang'ich stil sifatida keyinchalik albatta bularni o'chirib to'g'rilaymiz. Padding 50 piksel beraman. Bo'ldi. Endi biz bu yerdan chiqib app.js ga o'tamiz. App.js ni to'laqonli o'chirib yuboraman. Va bu yerda React Functional Component Export qilib boshlang'ich kodlarimizni ochib olaman. Ya'ni bu komponentning boshlang'ich kodlari hisoblanadi. Bu yerda o'chirib biz appni o'zini ko'rishimiz mumkin. Mana yaxshi. Keling kattaroq ko'rinish uchun bu yerga H1 da Firebase deb yozib qo'yamiz. Firebase o'rganyapmiz, shuning uchun mana Firebase deb yozib qo'ydik. Yaxshi. Va app.js bizda main ga ulangan. Mana mainda esa index CSS bor. Ya'ni mana bu bor. Shuning uchun bu barcha elementlarga ta'sir o'tkazadi. Bizda strict mode bor. Strict mode ni olib tashlaymiz. Bizga bu kerak emas. Va birinchi qatorda ham strict mode ni olib tashlayman. Main.js da qiladigan ishimiz tugadi. App.js ni ham tozalab oldik va endi biz Firebase ni saytiga o'tsak ham bo'ladi. Bu yerdan Firebase deb qidiramiz Google ga va birinchi chiqqan saytga o'tamiz firebase.google.com. Xo'p, kirganimizdan so'ng bizda get started boshlanadi. Get startni bosib boshlaymiz loyihamizni. Siz bu yerda oldin loyiha ochmagan bo'lsangiz, umuman loyihalar chiqmaydi. Ya'ni mana shu ko'rinishdagi holat chiqadi va birinchi mana bu yerdan get started with Firebase project qilib boshlaymiz. Va loyiha nomini so'rayapti. Biz test qilyapmiz. Shuning uchun test app deb yozib qo'yaman. Continue. Bu yerdan siz turli xil Firebase imkoniyatlaridan foydalanasizmi, qanaqadir analitikalardan foydalanasizmi deydi. Yo'q, biz test qilyapmiz, shuning uchun ortiqcha bu kabi narsalar bizga kerak emas. Buni o'chiramiz va create project ga o'tamiz. Bu yerda bu aylanadi va biroz kutamiz. Va mana deyarli tugab qoldi. Okay, bizda continue chiqyapti. Continue ga bosadigan bo'lsak, o'zi alohida boshqa sahifaga redirect qilyapti. Bu yerda project overview va bizning ba'zi bir imkoniyatlar mana shu yerda ko'rinib turibdi. Agar eng muhim imkoniyatlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, u buildda joylashgan va buildda siz mana barcha Firebase ning eng muhim imkoniyatlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda yozilishi bo'yicha siz aynan Firebase ni qaysi texnologiya uchun ishlatmoqchisiz? Ya'ni aytaylik, siz bir dastur yasamoqchisiz, uni web varianti, Android varianti va iOS varianti ham bo'lishi mumkin. Firebase orqali siz web, Android, iOS uchun ham loyihani ishlab chiqishingiz mumkin va bizda aynan web varianti kerak. Undan tashqari bizda Flutter hamda Unity variantlari ham bor, lekin bu variantlar bizni stackimizga to'g'ri kelmagani uchun aynan webni tanlaymiz. Webni tanlaganimizda aynan ana shu loyihangizni webdagi nomi nima deb so'rayapti. Biz yana test app deb yozib qo'yamiz. Va siz Firebase hosting ishlatasizmi deyapti. Yo'q, men shunchaki register qilaman xolos. Firebase hostingdan hozircha foydalanmayman. Endi bizga turli xil kalit so'zlar beradi. Bu kalit so'zlar bizni aynan mana shu loyiha bilan bu yerdagi loyihamizni bog'lash uchun kerak. Xo'p, buni keyinroq olamiz. Hozircha continue to console qilamiz. Va mana bu yerda e'tibor bersangiz, one app chiqyapti. Ya'ni bitta app bor hozircha. Add qilib yana qo'shimcha nimadirlar qo'shish mumkin. Yo'q, biz shunchaki one app ga o'tamiz. Bu yerda test app, bu web uchun va mana shu yerdagi settingga bosadigan bo'lsangiz, aynan ana shu webdagi settinglar chiqadi. Ya'ni loyihaning web ko'rinishidagi nastroykalari kelib chiqadi. Bu yerda pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana test app
Va bizni loyihamizni frontendga o'rnatish uchun npm orqali npm install Firebase, ya'ni Firebase'ni o'rnatish talab qilinyapti. Bu yerdan kopiya qilib terminalni ochamiz. Bu yerda bizda hozir loyihamiz ishlab turgani uchun yangi terminal ochib olaman. Agar ba'zi bir buyruqlar mana shu PowerShellda ishlamayotgan bo'lsa, siz buni bosib git bash yoki bo'lmasam command prompt orqali ham ishlatib olishingiz mumkin. Bu yerga npm install Firebase ni joylab yoki siz yozib chiqsangiz ham bo'ladi. Copy qila olmagan bo'lsangiz, enterni bosgan holatda Firebase ni o'rnatamiz. Bu biroz sekinroq bo'ladigan jarayon. Agar sizda internet sal sekin bo'lsa, bu ko'p vaqt olganidan tashvishlanmang. Bizda o'rnatib bo'ldi 11 sekundda, sizda har xil vaqtda bo'lishi mumkin. Endi bu yerdan package.json ga o'tamiz. Package.jsonda Firebase 11.1 versiyasi o'rnatilgan. Mana shu versiyaga juda ham katta va qat'iy to'xtalmoqchiman. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, agar siz bu videoni 1 yildan so'ng yoki bir necha oydan so'ng ko'rayotgan bo'lsangiz va mana bu yerdagi raqamlar o'zgargan bo'lsa, aytaylik 12 ga o'zgargan bo'lsa va bu juda ham katta o'zgarish bo'lishi mumkin. Ya'ni Firebase'dagi biz keyinchalik yozadigan turli xil imkoniyatlar, ishlatilish uslubi o'zgargan bo'lishi mumkin. Va o'zgarishlarda siz, ya'ni mana bu yerda 12-versiyani o'rnatib, mana bu versiyadagi kodlarni yozadigan bo'lsangiz, bu yerda konflikt kelib chiqadi. Shuning uchun siz aynan men videoni yuklagan yoki bo'lmasam mana shu versiyani ko'rdingiz, demak siz Firebase'ni shu versiyasini o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, siz Firebase'ni o'rnatib olayotganda, agarda bu videoni keyinroq ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu package.json ga kiring va buni tekshiring. Agarda bu kattaroq raqamlarga o'zgargan bo'lsa va keyinchalik ishlatib ko'rayotganingizda hammasi joyida bo'lsa, unda muammo yo'q. Lekin o'zgarib ketgan bo'lsa, unda siz Firebase, ya'ni npm install Firebase kuchukchadan keyin aynan 11 deb yozasiz va enterni bosadigan bo'lsangiz, mana shu versiyani o'rnatadi. Men o'rgangan paytimda 8.5 versiya juda ham o'sha paytda aktual edi va 8.5 ni o'rganib bo'lgandan keyin 9 chiqdi. 9 hozirgi 11 ga juda ham o'xshaydi va deyarli katta farqi yo'q. Shuning uchun men 9 ni o'rganishim uchun yana alohida o'rganib chiqqanman va 8.5 hamda 9 orasidagi loyihalarda agarda siz 8.5 loyiha qilgan bo'lsa, 8.5 davrida unda mana bu yerda 8.5 va enter yozishingiz kerak bo'lar edi. Keling biz bu versiyani 8.5 ga o'zgartirib ko'ramiz. Enterni bosaman, o'rnatyapti va biroz kutamiz. Xo'p, bu yerda mana deprecated, ya'ni eskirgan narsalarni sekin-astalik bilan o'rnatishni boshladi. Okay, va bu yerdagi loyiha 8.5 ga o'zgardi. Ya'ni loyihamizdagi Firebase 8.5 ga o'girildi. Xo'p, ba'zan sizda bu narsa o'rnatilmaydi va majburan o'rnatish kerakligini aytadi. Ko'pincha mana shu npm mana bu yerda nimadir va ikkita chiziqcha force nomli buyruq kelib chiqadi terminalning o'zida va siz aynan bu buyruqdan so'ng, ya'ni oxirgi bergan mana bu 8.5 dan so'ng o'rnatilmagan bo'lsa, bu yerda o'zgarmagan bo'lsa, bitta bu yerdan chiqib qayta kiring va o'zgarmagan bo'lsa o'shanda ham unda mana shu kabi oxirida force bor buyruqni bu yerga yozasiz. Shunda u majburan o'rnatishni boshlaydi. Lekin bizga eng so'nggi varianti kerak. Biz eng so'nggi varianti, hozirgi kundagi eng so'nggi varianti, biz latestni o'rnatamiz. Demak, npm install Firebase latest deydigan bo'lsam, menimcha hozir oxirgi varianti bu yerda o'rnatilinishi kerak. Chiqib qayta kiramiz va bizda 9 yo'q, bu yerda 11.01 o'rnatilindi. Xo'p, yaxshi. Demak, Firebase'ni ham o'rnatib oldik. Endi bu yerdan buni o'chirib, faqat node o'zi qoladi. Bu bizda loyihamiz ishga tushyapti. Bu aslida PowerShell bo'lgan, lekin buyruqni berganimizdan so'ng node ga o'zgarib qolgan. Buni ishlatib bo'ldik. Endi bizda mana bu qismni kopiya qilib, source ichida Firebase deb yozamiz va bu yerda esa Firebase ichida config.js. JSX shart emas, chunki biz hech qanaqa bu yerda div, hbar, span kabi taglar yozmaymiz va
kopiya qilgan narsamizni bu yerga joylaymiz. Bu yerda eng muhim narsalardan biri Firebase app, ya'ni Firebase qayerdan kelyapti? Bu Node modulesdan. Uning ichidan app olinyapti va initialize app nomli funksiya mana chaqirilyapti. Va buning ichiga biz API key, auth domain va hokazolardan hosil bo'lgan mana bu obyektni berib yuboryapmiz. Buning vazifasi aynan mana bu yerdagi project bilan bizni bog'lash. Ya'ni mana shu yerdagi web appni Firebase bilan bog'lash uchun mana bu settinglar berilgan. O'zi bularni sizga ko'rsatmasligim kerak, chunki siz bularga ega bo'lsangiz, bemalol mana bu yerdagi ma'lumotlarimdan foydalana olasiz. Shuning uchun o'zi aslida bular yashiringan bo'lishi kerak, lekin o'rgatish maqsadida men ochib ko'rsatib beryapman va keyinchalik siz ham bularni GitHubda himoya qilish va boshqa holatlarni ham birgalikda ko'rib o'tamiz. Demak, initialize app nomli funksiyaga, metodga biz Firebase appdan olib kelyapmiz va uni ichiga Firebase config nomli mana shu obyektni beryapmiz. Bu obyektni bizga hamma ro'yxatdan o'tgan va ro'yxatdan o'tkazilgan loyihalar uchun Firebase o'zi beradi. Ya'ni menikini kopiya qilib qo'ymang yana. Videoga qarab, bu noto'g'ri ishlamay qolishi mumkin. Chunki men bu videoni yozib bo'lganimdan keyin ushbu appni o'chirib yuborsam, sizga mana bu kodlar ishlamay qoladi. Bu video uchun qilishimiz kerak bo'lgan narsalar aynan mana shulardan iborat edi va keyingi darsimizda biz Firebase uchun ma'lumotlar omborini, ya'ni ma'lumotlar bilan Firebase'dagi ishlashni boshlaymiz. Ya'ni Firestore database bilan ishlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.